Saylaringiz ham bor ekan. Bu mashinday qilib solasin. Ha? Hoy. Boshmalamday qilib solar ekansiz-da. Nimangiz ashi? Ha? Mayda baliq yengizi U nima qildingiz mana unga? Yemga nima qo'shdingiz? kepi bilan nima? Muchka kepa, ha? Ha, zo'r. Qani otingchi? Ha, tushagan balingizni ko'ramiz endi. Yaxshi, ana visokovod kelinib qolmas ekan. Tushagan balingizni bitta ko'raylikchi. Ashunga o'sha muchkaga oldingizmi? Oy, молодец, zo'r-ku, ha. U zirkanli karp ham bor ekan-a. 2 kilo keladi-da zirkanli karp. Ha, janavar semirilganini qarang mana. Voh, janavar zo'r. Ana omadingizni qarang. Zo'r. Zo'r ekanmi? Qanchada ushladingiz? Qancha o'tirdingiz? 1 soatmi, yarim soatmi? 2 soat, 2,5 soat ichida. 2,5 soat ichida. Zo'r. Shuval keyin tashladim bo'lmadi. Oxiri xamir tashladik-da. Xamirga kecha ham xamirga oldi Ali aka. Xuddi shu yerdan xamirga olishdi kecha. Inom akalar ham xamirga olishdi. Katta sazanlar olishibdi. Chiroyli, maza qilishibdi. Sizlar xamirga chiqyapti ekan. Xamirga chiqyapti ekan hozir. Zo'r. Akada ham Ha? 3 ta oldi aka. Ona aka. Ham syomka qilib qo'yaman bo'lmasa. Men syomka qilib maqsad Jasurga ketmayapti. Endi mana uni hozir 19-kuni ochamiz. Xudo xolasa. Narigini. Hay, xudo xolasa maza qilasizlar. Alisher aka o'zingiz ham reklama qilib yuborasiz aka. Xudo xolasa inshaalloh. Hozir sizga ham tashlab beraman. Baliq yaxshi. Bu tomonda boqib turilgan baliq. Endi ochib odamlar shuasi maza qilishaversin. Olib kelib to'kaveramiz. Kunora kunda 100 kilo, 150 kilo to'kyapmiz. Kecha ham to'kdik. Kecha ko'rdim to'kkalar. Ha, yoshlarni to'kib, yana to'kaveramiz. To'xtatmaymiz xullas. Mana shu ko'l 100 ming shunda turaveradi bir xilda. Baliq to'kaveramiz. O 50 minglik ko'lga xolasa ikkita ko'l 50 ming o'tishaveradi. Ko'l qanday bo'ladi? Bu ham 100 ming. Bu ham 100 ming ochiladi. Bozor kuni ertadan kelaverasizlar ekan. Omadlaringiz bersin. Rahmat bo'linglar. Umar bosib